11 milliard so'mga bir hikmatli so'z aytaman. Oladiganlar bormi? Shoh Xusrav davrida bozorlarda bir inson 3 ta hikmatli so'zim bor. Kim 1000 dinor pul bersa, ana shu insonga aytaman deb jar solib yurgan ekan. Uni eshitgan podshoh darrov haligi inson chaqirtdi-da, gap boshla deb aytibdi. Shunda haligi inson avval pulni chiqaring, hazrat, keyin aytaman deb gap boshladi. Pulni olib kelib qo'yishibdi, haligi inson hikmatlarini aytishni boshlabdi. Birinchi hikmatni aytgandan so'ng haligi podshohga juda ham yoqib tushibdi. Ikkinchisini aytgan ekan, podshohga juda bir manzur tushib, sovg'a salomlar berib, rosa haligi insonga izzat ikrom qilibdi. Shunda haligi inson menga sovg'a salomlar kerak emas deb hech qanday sovg'ani-yu haligi 1000 dinor pulni ham olmabdi. Shunda haligi podshoh nega unda avval pulni chiqaring, keyin men aytaman deding? Deganda haligi inson bizni zamonamizda ham hozirda hikmatli gaplarni, hikmatli so'zlarni pulga oladigan insonlar qoldimikin deb sinab ko'rmoqchi edi deb aytgan ekan. 1000 dinor pul bizni hozirgi ana shu Xusrav davridagi dinorga hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi kunda 11,1 milliard chiqar ekan. Qarang, ana shu insonlar u paytda qimmati shu darajada yuksak bo'lgan ekan. Ana shuni qo'ymoqchilik.